Hammaga assalomu alaykum. Acura 29 veligimiz bu erkaklarga ham, ayollarga ham ketaveradi. Bu Uniq hisoblanadi bu veligimiz. Bu veligimiz polni hamma yoq alyumin bo'ladi. Xo'p, ushnoy qo'lida ikkita tormozi bo'ladi. Skorslari ruletkali, 7 tali. Rullarni ham joyidan old orqa ligirovka qilsanglar bo'ladi. Vilkalari mana kat alyumin vilka. Amortizatorni o'chirib yoqadigan lokauti, bu yoq tomonda og'ir yumshoshni qilsanglar bo'ladi. Diskalari mana 3 qavatli piramida diska, rezinaviy pakrushka. Oldida bagaji bor, orqasida bagaji bor. Qanotlari ham bunaqa plastmassa qilib ishlangan, zanglamaydi bu. Hop, vtulkalari quyma, eksentrik o'q qo'lda yechiladi. Hop, ramalari ham polni mana, chiqib tushishga oson. O'rtachaqlari mana bittali 4 6 granli alyumin chaq shaturlari alyumin bo'ladi, shitoklari geleviy. Hop, orqa supertlari Shimano turne. Hop, atachaq, vtulkalari quyma, o'rta o'qlari mana prom pachivnili. Hop, dizayniga bitta birdan 10 gacha baho berib qo'yasizlar. Egarlari ham mana yumshoq hisoblanadi. 150 kilogacha vес ko'taradi. Bu erkaklarga ham, ayollarga ham ketaveradi. Hozir yosh kattalar ko'pchilik ham harakat qilib qo'ygan. Bitta mana shu velini olib bersanglar, masjidlarga, o'sha magazinlarga chiqishga juda ham sifati zo'r. 150 kilogacha vес ko'taradi. Velosiped ishonchli va sifatli. Zakaz beringlar, cho'tka qilib chiqarib beramiz.